100 ming so'm kartasiga paynet qilib beraman akalar. Shu mashinani olib qoldik. Mashina o'chgan, yurmayapti. Akkumulyator qo'ydik, yurmayapti. Nima sabab? Hozir bizda toshniy diagnostika yo'q. Nima bo'lgan, nima sabab bo'lib qolgan buni o'chishiga, qaytib yurmashiga. Mashinamiz 100 ming kilometrdan oshiqroq yurgan. Egasining aytishi bo'yicha, xo'p, mashina oxirgi o'chishdan oldin bo'lgan kasal taxometr o'ynagan, ustiga kirgan, xo'p, switch alishtirish kerak degan 3 ta switchasini alishtirishgan, keyin shaqillagan ovoz chiqib qolgan, shundan keyin o'chgan, ashi bo'yi qaytib yurmadi. Mana akkumulyatorlar qo'yib, perekurit qilib bosib yurgizib ko'rdik, mashina yurishga umuman bir nima bo'lmayapti. So'rasak, mashina gulshitirdan hech qanaqa tutun chiqqan yo'q, problema bo'lgan yo'q. Bitta o'shda ashi bo'yi pishdi deyapti. Endi biz sekin ochyapmiz, xudo xolasa ungacha sizlar kommentariyada taxmin qilib yozib turinglar. Taxmininglar to'g'ri chiqib qolsa 100 ming so'm KPlarga surib beraman. Balki motordir, balki arzimagan bitta ish bilan ishi hal bo'lib ketishi mumkin. Davay aka, yozing, 100 ming bizdan sizlarga.